Assalomu alaykum aka-ukalarimiz. Men sizlar bilan Ilhomjon, sizlar Ilhomjon Moskva kanalini kuzatmoqdasizlar. Aka-ukalar, bugun juma kun, juma oyoምላringiz muborak bo'lsin deymiz. Bugun ozgina ehson ataganim bor edi. Ko'chadan kimni ushlasak 5 ta 6 ta akamizni kirgizib stoloyga ovqatlantiramiz. Videoni o'tkazvormay oxirigacha ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. Unda turamiz, kim ko'chadan chiqsa ushlab olib kiramiz. Stoloyga olib kirib, yedirib ichiramiz. Bugun juma kuni, yaxshi kunda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tinchsiz? Qayerdan bo'lasiz? Samarqanddan. Qayerdan qaytyapsiz aka? Ishdan qaytayotgandim, stroykadan. Ro'zamisiz? Ha, ro'za edim. Mashalloh. Ozgina ehsonim bor edi aka. Stoloyga kirib bir choy ichsak degandim. Nima deysiz? Rahmat aka. Yuring, bo'lmasa stoloyga olib borib bir sizni qorningiz to'yg'azib, ozgina ehson qilmoqchi edim. Rahmat. Allah aka-ukalarimiz kim bo'lsa ushlaymiz ko'chada. Assalomu alaykum. Aka, o'zbekmisiz? O'zbek. Ro'zamisiz? Alhamdulillah ro'zaman. Mashalloh. Ro'zangizni ochdingizmi? Ochdim. Qayerga ketyapsiz endi? Qayerdan kelyapsiz? Ishdan chiqib uyga ketaman. Bugun ozgina juma kunga ozgina ehsonim bor edi. Agar qarshi qilmasangiz, stoloyga kirib choy ichsak edi. Uyga borib Yuring aka. Ozgina ehsonim bor edi. Qayerda ishlaysiz? Nima ishda ishlaysiz? Abdel ishda aka. Ha, stroykada xullas. Stroykada. Qanchadan beri bu yerdasiz? 3 oy bo'lyapti aka. Choydan beri shu yerda ishlayapsiz, ha? Ha. Ro'zalardan charchamayapsizmi? Alhamdulillah, xudo razı olsun. Mashalloh, mashalloh. Gap yo'q. Yuring, rosa ozgina choy. Assalomu alaykum. Alaykum. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? O'zbekmisiz, tojikmisiz? Qayerdan bo'lasiz? O'zbekistondan. Ro'zamisiz, ko'zamisiz? Ro'zaman. Ro'zangizni ochdingizmi? Ro'zam yo'lda ochdim hozir. Ha, bugun meni ozgina ehsonim bor edi aka. Ha, shunga gar yo'q demasangiz, kirib stoloyda bir ovqatlansak degandim. Ikkita samsoq yeb uyga ketaman degandim. Aka, bugun men juma kunida ozgina ehson qilmoqchiman. Shunga kirib ovqatlansak birga. Nima deysiz? Mayli, ehsonlar bo'lsa mayli. Nima ishda ishlaysiz aka? Qayerdasiz? O'zbekistondanman. Qurilishda ishlayman. Qurilishda ishlaysiz. Qurilishda ishlayman. Ro'zalardan charchamayapsizmi? Yo'q, charchash yo'q. Mashalloh, mashalloh. Gap yo'q aka. Yur. Shu yerda yana bir kishini ushlasak, bittami ikkita odam olsak, yetib qoladi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Siz qayerdansiz aka? Men O'zbekiston viloyati. Ro'zamisiz? Ro'zamisiz? Ro'zaman alhamdulillah. Mashalloh. Aka, bugun juma kunga yaxshi kunga ozgina ehsonim bor edi. Agar yo'q demasangiz, bir kirib choy ichsak edi. Mayli, stol nakiratib qo'ygan. Xo'p, yo'q demasangiz. Shu bilan kirib ovqatlanamiz. Assalomu alaykum. Tog'a, yaxshimisiz? Juma oyomingiz muborak bo'lsin. Qayerdan bo'lasiz? Men Tojikistondan bo'laman. Tojikistondan. Uyga qaytyapsizmi? Ro'zamisiz, ko'zamisiz? Yo'q, ro'za. Ro'zasiz. Ro'zangizni ochdingizmi? Yo'q, ochdim. Ochdingiz. Bugun juma kunga yaxshi kunga ozgina ehsonim bor edi. Kirib birga ovqatlansak, bir choy ichsak. Nima deysiz? Mayli. Yuring aka. Alloh, gap yo'q. Qayerda ishlaysiz? Men bu yerda ishlayman. Qayerda? Boshqa yerda. Boshqa yerda ishlaysiz. Bu yerga nima qilyapsiz? Bozorlarga keldim-da. Bozorlik qilgani keldingizmi? Ha, mashalloh. Gap yo'q, tog'a. Yuring, bo'lsa kirib ovqatlanamiz. O'tiringlar. Ot keldi aka-ukalarimiz mana. O'ngda sho'rva. Issiq sho'rvadan o'ringizlar. Aka-ukalarimiz videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldingizlar. Hammalaringizni yana bir bora juma ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Qayerda bo'lsangiz ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Alloh panohda bo'linglar. Ketdik.